O'ylab ko'rsam, o'tgan har bir asr buyuk voqealarga guvoh bo'lgan ekan. Masalan, 9-asr Al-Xorazmiy algebra faniga asos solgan. 10-asr Farabiy Aristotelning metafizika asariga mukammal sharh yozib, ikkinchi ustoz unvoniga ega bo'lgan. 11-asr Beruniy yer bilan oy o'rtasidagi masofani o'lchagan. O'sha asrda esa Ibn Sino tibbiyot qomusi tip qonunlari kitobini yozgan. 14-asr Amir Temur Yevrosiyoning yarim hududini egallagan, ahli ilm boshini silab, o'lmas obidalar bunyod ettirgan. 15-asr Ulug'bek 1019-yulduzning harakat jadvalini tuzgan. Alisher Navoiy esa o'sha asrda o'zining o'lmas xamsasini yozgan. 16-asr Zahirada Muhammad Boburning Boburnamasi olamga keng yoyilgan. 17-asr bu asrda Shohjahon dunyoning 7 mo'jizalaridan biri Toj Mahalni bunyod ettirgan va 20-asr O'zbek sovet olimlari go'yoki tarixni xatosini to'g'rilashgan, ixtiro qilishgan. Bizni o'tmishdan yoppasiga savodsiz ekanligimizni isbotlab berishgan. Va 21-asr. Keling shu asrni siz nomlang. Mana shu asrdagi qaysi voqea sizni ko'proq o'ylantirdi, hayajonga soldi, ta'sirlantirdi, qo'rqitdi? Izohlarda sizni javobingizni kutaman.